Bu mashinani yon tarafdan ko'rib, Kia Carnivalni borasiz. Bunaqa komfortlarni ko'rib ham bir xil mashinaga o'xshashadi, lekin bu mashina Kia Carnivaldan ancha arzon hamda sifati bo'yicha, komforti bo'yicha qulay mashinalardan bittasi bo'lgan Jack brendiga tegishli yangi modellardan bittasi Jack RF8. Hozir sizlar bilan buni to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Bu mashinani oldin mordasi juda ko'pchilikka yoqdi. Chunki neobishni qilib ishlagan. Bu oblisovkalar qaranglar, o'ta go'zal qilib ishlagan. Endi mashinamizni komfortlarini bitta-bitta sanab ketaveramiz va albatta videoga qo'llab-quvvatlashdan like bosib tursalaring. Mashinamizning narxlari, hamma nimalarni aytib o'tganmiz video oxirigacha. Albatta kuzatishda davom etinglar. Xo'p, mashinamizda endi o'zini Jack brendining yangi logotiflari, 360 kamera, polasa udarjeniya, tepada avtotormojeniya hamma yo'llari bor. Undan tashqari o'sha faralari avtomatik legirovka bo'ladi. Motori eng qizig'i bu benzinli motorda 2 turbina, bemalol siz bunga propan qo'yib harakatlansangiz ham bo'ladi. Bunaqa mashinalarda benzinli mashinasi juda kam, ko'pchilikda solarka bo'ladi. Uni motorini o'zgartirishga to'g'ri keladi, lekin bu mashinada zavodskoy benzinli motor bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Mashinamiz yon tomoniga o'tadigan bo'lsak, juda keng mashinamiz. Bu diskalarini ham ko'rsalaring, 225 55 R18 zavodskoy quyma disklarda. Diskalarni ham juda chiroyli qilib ishlagan. Xo'p, bokovoylarida поворотниклар 360 kamera, slipoy zona, hamma funksiyalari bor. Bundan tashqari o'sha eshiklarimizni bezkulishni dastup, ichkari komfortni hozir sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Bu eshikni bor-ku, komfortni pultdan ham his qilsangiz bo'ladi, ya'ni pultda ham eshikni avtomatik ochib yopsangiz bo'ladi. Xo'p, undan tashqari orqa komfortni sizlar bilan ko'rishdan oldin mana ichkarini, shopirni qulayliklarni bitta ko'rib chiqamiz. Qanaqa funksiyalari bor, albatta like bosib turinglar. Ichkariga o'tirishimiz bilan sizni quchoqlab oladi. Sizni o'sha elektronika hamma yo'g'i, pamitlarigacha bor, 3 talik. Xo'p, rulimiz o'sha sportivniy qilib ishlangan, multimedia qismlari hamma yo'llari bor. Start stopda. Xo'p, bu yerda mana klimat kontrollari, monitor ustishi ham bo'ladi, беспроводный zaryadchik, avtomat korobka, korobkani ham qarang. Neobishni qilib ishlariga tog'lar, hamma nimalarni kirgizgan. Parkovkalar, elektron ruchnoy, avtoparkovka, pastaganiklar. Bundan tashqari aytganimizdek komfort o'ta go'zal. Bu yerdan 360 kamerani o'zini olib beradi. Bundan tashqari bitta rejimlari, sport eko normal rejimlari hamda mana shu yerda o'zidan ham orqa eshikni ochib yopsangiz bo'ladi. Ya'ni orqada biznes egalari bo'lsa, masalan, shofringiz bo'lsa, siz kelishingizga eshikni mana shu yerdan o'zini ochib yopsa bo'ladi. Hech qanaqa harakat kerak emas sizga. Bundan tashqari sidinamizda Abduf Abagrev bor. Mana podstavetkalar, ichkari komfort o'ta go'zal. Hop, tepalarida o'sha achki qo'ygich, undan tashqari mana yerda lyuklari ham bor. Endi gentra lyuk deb qo'yishadi. Bu shopirda o'zi uchun. Ya'ni ham elektronika ham yopiladi, uchun ham yopiladi. Hop, undan tashqari endi orqaga o'tib bitta komfortni ko'ramiz siz bilan. Maza qilib o'ramiz hozir bor-ku. Kelishingizga mana avtomatik eshiklar ochilib yopiladi. Ikkala joyda ham o'sha tushadigan shaylari bor. Bemalol chiqib bu yerga o'tirasiz. Hamda xohlasangiz aytganimizdek shopib yopadi, bo'lmasa bu yerda bir dona knopka orqali yopsangiz bo'ladi. Hop. Bu yerda mana stol nimani to'g'rilasa, bu bemalol kompyuter qo'yib ketsangiz bo'laveradi. Undan tashqari mana sidina bor-ku, o'ta biznes klass. Chunki mashina sidinada Abduf Abagrev, undan tashqari massajlari ham bor. Xo'p. Buni sidina atamankalar chiqadi. Endi bitta kamchiligi men aytaman, monitor qo'ymagan. Endi buni monitorni qo'ydirib olsa ham bo'ladi. Tepada klimat kontrol, mana lyuklarni avtomatik ochish. Bitta qarang, podstavetkalar o'ta chiroyli chiqqan. Xo'p. Klimat kontrol deflektorlari ham bor, pastdan ham beradi. Undan tashqari oldini kengligini qarang, hozir orqaga ham o'tib ko'rsataman. Agar 2 kishi ketadigan ota-onangiz yoki o'zingiz ketadigan bo'lsangiz, bemalol maza qilib ketsangiz bo'ladi. Mana yerda pastaganiklar, bu yerdan 12 volt zaryadga apparatga qilaman siz, kabel, bundan tashqari zaryadchikka mana bu yerda ham joylar bor, telefonni bemalol qo'yib qo'yib, podnaklonniklar ikkala tarafda ham bor, qo'yib ketsangiz bo'ladi mana. Hozir eshikni yopib ham ko'rsatamiz. Komfortini maza qilib olasiz. Aynalar pastgacha tushadi. Orqa o'ta keng.
Hop, endi hozir sizga mana buni sal moslab, masalan, oilaviy ketadigan bo'lsangiz, mashinchali ham o'ta keng. Mashq holatda ham hozir men sizga orqaga o'tib ko'rsataman. 3-qator qanaqa kengligini. Hop. 3-qator ham rosa ham keng. Mana oldi eng maksimalda turganda ham mana men yana bitta mush sig'imi bor. Bu komforti deganim u Gentra Cobalt ketganda ketaverasiz orqada ham. Yumshoqliklari undan ancha yumshoq. Bu yerda ham zaryadchi portlari, undan tashqari konditsionerlar. Orqada ketgan 3 kishi yoki 2 kishi ham maza qilib ketadi. Kengligi ham keng. Tepan hozir bemalol 3 kishiniki bunday odam sig'adi. Orqasi o'sha Cobalt kengligidagi keng. Eshikning nima hadovoylari undan ancha yumshoq, maza qilib ketasiz. Hop, bu mashinamiz endi juda ko'pchilik kelib ko'rsa ham bo'ladi. Chunki baribir videoda qaysidir nuqtalarga yetib olmasligi mumkin. Mashinamizni bemalol kelib, tezroq qilib yoki mana shu joyda turgancha ko'rib, yurgizib netib bemalol ko'rishlar ham mumkin. Endi bu mashinamizning narxi u siz o'ylagandek o'ta qimmat emas. Ya'ni bunaqa tipdagi mashinalar 500 million, 600 million, 700 milliongacha chiqadi so'mda. Dollarda o'rtacha 45 ming, 50 ming bu mashinada o'ylashingiz mumkin, lekin bu mashinalarimiz hozir so'mda 444 millionga chiqyapti. Ya'ni 36 ming 500 atrofida chiqadi kursni hisobiga. Bemalol kelib ranglarini tanlab olsangiz bo'ladi. Bu shikara svet qora bo'ladi. Bundan tashqari bizda Darkman Blue deydi, o'sha baqlajon sveti bor, oqi bor, silverlari bor. Bemalol kelib, ichida hammasini xarid qilsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari bu mashinalarimiz hozir O'zbekistonda rasmiy zavodiga ega, biz rasmiy dilerimiz. Rasmiy dilerdan 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha garantiyasi bilan xarid qilsalar ham bo'ladi. Albatta, uning uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bu mashinani haqida to'liq ma'lumotlarni batafsil berib ketamiz. Albatta, bizdan uzoqlashmang, pastdagi nomerlarga telefon qilsalar, mashinamizni bemalol xarid qilsalar mumkin.